Assalomu alaykum. Opalar uchun, kengayishkalar uchun yangi mashinamiz kelgan mana. Oq eko koja, signallari ham oppoq mana. Avtomat korobka bo'ladi, полный boshqarishga qulay. Orqalarini ham ko'rsataman mana. Полный 5 kishilik bo'ladi bu mashinamiz. Obshifkalari ham mana boshqacha bo'ladi. Mana bu qismlari yaxshi mehr bilan ishlab berilgan. Balonlari yumshoq balon bo'ladi. Diskalari ham chiroyli. Mashina ixcham, mini kompaktniy crossovers. Ja katta ham emas, shahar ichiga probkalarga mos bo'lgan mashina. Boshqarishga ham qulay. Ekonomishniy. Bu mashinada hozircha bitta bor bizlarda. Agar yana kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastdagi raqamlarni qoldiramiz.